Bugun biz darsimizda fizikaning eng beshidagi eng asos mavzulardan biri kinematikani boshlaymiz. Kinematika deganimiz u mexanikaning bir bo'ligi. Bu yerda kinematikada biz jism bir yerdan ikkinchi yerga o'rnalmishida falonchi bir vaqtning ichida bir ildamlik bilan mengib, ishtiqlikni tepinglar yoki bo'lmasa qanchalik vaqtda shu yo'lni mangdi yoki bo'lmasa qanday ildamlik bilan mangdi degan savollarga javob beramiz. Biroq biz bu bo'limda kinematikada jism nima uchun mushtaq meng'yotidi, nima boshqacha mang'yotidi degan savolni qarashtirmaymiz. Ya'ni biz bu yerda kuch degan narsa bor, u kuchni hisobga olmaylar, qanday kuchning ta'siridan harakat bo'lyotidi shuni o'ylamasdan va harakat o'zini qarashtiramiz. Kinematikaning asos aniqlamalarni aytib ketay. Bu yerda eng beshida sistema отсчета deydi. Bu sistema отсчетiga тело отсчета, sistema koordinat и часы kirdi. Biz har qanday harakatni qarashtirganda shu harakat qaysi jismga qarab, qaysi jismga beg'ishlik mang'anni тело отсчета deymiz. То есть тело отсчета u bizda неподвижное тело, относительно которого рассматривается движение deymiz. Albatta jism bir chekatdan ikkinchi chekatga bir oraliqni mangsa, yo'l mangsa, uni biz sistema koordinat kirgizib, shu koordinatning bo'yida qanchalik mang'ini ko'rsatamiz va harakatning qanchalik vaqtda bo'lganini albatta hisoblashimiz kerak. Shu vaqtida mush 3 narsa sistema отсчета deb ataladi. Agar jism bir chekatdan ikkinchi chekatga, masalan, A chekatidan B chekatiga bir yo'l mangsa, shu jismning mang'an yo'lni shu trayektoriya deb ataymiz. То есть trayektoriya deganimiz jismning mang'an tuz emas chizig'i. То есть liniya, по которой движется тело deydi ruscha. Тело отчетni aytib ketdim. Неподвижное тело, относительно которого мы рассматриваем движение. Endi yana kerak narsa u pуть va перемещение degan. Agar eng yaxshi, eng o'yda qoldigan misollarning biri o'quvchi bo'lsin. Masalan, yaxshi o'qiydigan o'quvchisi bo'lsin, u maktabga mangdi. Maktabga mengish yo'li har turli bo'lishi mumkin. Agar o'quvchi uydan maktabga tuz eng qisqa yo'l bilan mangsa, o'sha qisqa yo'lni biz перемещение deb ataymiz. Перемещениeni S vektor deb belgilaydi. Shu vaqtda перемещение deganimiz jismning dastlabki chekati bilan oxirgi chekatini qo'shadigan vektor. Maktabga ancha oldirmagan bir o'quvchi A chekatidan chiqib, magazinga kirib, magazindan chiqib, mayli bir og'asining uyiga kirib, oldirmay maktabga mangsa, shu yo'lni mang'an yo'lning hammasini biz yo'l deymiz, endi pуть deb S harfi bilan belgilaymiz. Endiki aniqlama mexanическое движение – это движение тела, перемещение тела с течением времени. Agar jism bir chekatdan ikkinchi chekatga mangsa, A chekatidan B chekatiga mengib, bir какой-то vaqtning ichida S yo'lni mangsa, shunday harakatni biz mexanikal harakat deb ataymiz. Endi shu jism deb deyapman. Endi shu jismning aslida biz mashinani qarash tursak, masalan, mashinaning uzunligi, kengligi degandek, uning o'lchamlari bo'ldi, durustmi? Shu o'lcham, masalan, mashinaning uzunligi 2 metr deb qo'yaylik, egizligi 1 metrdan 1,5 metr bo'lsin. Shu o'lchamlarini biz agar shu jism A chekatidan B chekatiga, masalan, Almutadan chiqib Astonaga mangsin, shu mang'an yo'l taxminan qancha deb qo'yadi, точно bilmayman. Masalan, 3000 kilometr deb qo'ydi. 3000 kilometr yo'lni mangdi. Shu 3000 kilometr yo'l mang'anda mashinaning o'zining uzunligi 2 metr, endi selishtiraylik, 2 metr va mang'ini 3000 kilometr degan, ya'ni 3 ta nollik qo'shlatsam, shunchalik metr bo'ldi. Shu mang'an yo'l, ko'rasizlar, mang'an yo'l mashina o'zining uzunligidan qanchasi bo'ladi demaydi, 3 ni 2 ga bo'lib etsak, 1,5 million hassa jiq. Shu vaqtida buni mang'an yo'lni jism o'zidan bir necha hassa jiq bo'lsa, u vaqtda bo'ldi. Bu jismning o'lchamlarini hisoblab olmaylar, uni materiallik chekit deb chekit bilan belgilab qo'yadi. Shu vaqtida materiallik chekit deganimiz o'lchamlarini hisobga olmaydigan jismni ataydi. Biroq mashina bizda, masalan, buni mashina ho'yliq kirib, uzunligi 2 metr, masalan, Almutlar tursanglar, uyinglarning qishki garajiga yaqin bu mashina, masalan, bizda 10 metr yo'l mangdi deb qo'yaylik.
Şu vaqtida 10 metr yo'l manganda, o'sha 10 metr va 2 metr. Bular уже bir порядок deydi, bir nimada bo'lgan ekan. Biz mashinaning A chekitidan B chekitiga manganda, buni mashinaning albatta uzunligini hisobga olishimiz kerak. Shu vaqtida mana 2 metrda turib, buni 10 metrga mayda almashsa, shu vaqtida aslida mangan yo'li 10 metr emas, 8 metrli qoldi. Shu vaqtida biz mashinaning o'lchamlarini hisobga oldik. O'sha joyda biz mashinani materiallik chekit emas deymiz. Birinchisida bo'ldi, ikkinchisida bo'lmaydi. Andagi относительность движения deydi. Bu yerda qanaqa desak bo'ldi? Masalan, shu mashinani qarash turaylik. Bir mashinada bir o'quvchi ketib bordi. Endi men bu yerda o'tirib, teshib turib qarsam, men deyman, shu mashinadagi A o'quvchisi bir V ildamlik bilan ketib bordi deyman. U mening ko'rishimcha. Biroq mashinaning ichidagi o'tirgan o'quvchi, u o'tirdi. Shu vaqtida o'tirgankin, u deydi, mening ildamligim 0 deydi. Ko'rasizlar, durustmi? Mexanikalik har qanday bir harakatni har turli tushuntirishga bo'ldi. Hammani nimga bog'liq? Buni telo отчетiga bo'lmaydi, buni telo отчетiga bog'liq. Shu vaqtida bu yerda aytib ketishimiz kerak. Masalan, bunday hisob bo'lsin. Mashina V1 ildamlik bilan ketib bordim men. Masalan, V2 ildamlik bilan ketpasam, shu vaqtida aslida men to'g'andek bo'lmanda, shu vaqtida mashinaning menga beg'ishliq ildamligini V' deb qo'yaylik. Uni V1 elingan V2 deb yozmayman. O'sha yerda ikkisi bir tarafga manganda. Fizikalik har bir miqdorlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi u skalarlik miqdorlar. Skalarlik deb это величина, у которой есть числовое значение, но нет направления deydi. Shu vaqtida, masalan, biz massani qarash tursak, 5 kilogram deganda, massa 5 kilogram deganda, buni bir yo'nalishi yo'qdir. 5 kilogram o'ngga, so'lga yo bo'lmasa bir yoqqa qaraydi deb demaymiz. Shu vaqtida mushta miqdorlarni biz skalarlik miqdorlar deb ataymiz. Shularga yana misol keltirsak, masalan, vaqt. Masalan, darsimiz 10 minut bo'ldi deb qo'yaylik. 10 minut tanaffus bo'lsin. Dersimiz 10 minut bo'lmaydi, dersimiz soatlab o'tdi. Masalan, 10 minut tanaffus desak, u bizda skalar miqdor. Biz 10 minut dam olib, keyin 40 minut dars o'qidim desa, shu qanchalik vaqt o'tdi deganda biz prosta 10-40 ni qo'shib etib 50 minut vaqt o'tdi deymiz. Shu vaqtda skalarliklarni matematikadagi san o'xshash, qo'shish, elish, ko'paytirish usullari ashta qilib chiqaraveramiz. Endi vektorlik miqdorlarda ularning yo'nalishi bor, sani bor va yo'nalishi bor. Masalan, ildamlik 100 km/soat desam, bu biz ildamlik degan har qachon deymiz, qaysi tarafga qarab mangdi. Masalan, sizlar Olmaotadan chiqib qayerga qarab mangsizlar? Masalan, Yakka tarafga qarab mangsizlar. Shu vaqtida sizlarning yo'nalishinglar bor. Shu vaqtida biz beshida masalan bir tarafga menga bir ildamlik bilan keyin boshqa tarafga men burilib mangsak, u vaqtida V1 bilan V2 ni burunqidek V1 plus V2 deb matematikadagidek chiqaramaymiz. Ularni chiqarish uchun tövəndəki qaydalarni ishlatamiz. Agar ikki vektor bir tarafga qarasa, masalan, shu ildamlik V ni olaylik. Agar ikkili ildamlik V1 va V2 bir tarafga qarasa, u vaqtida ildamliklarni biz, men V yaxshi bo'lmay qoldi, kuch F ni olaylik. Sen telefonlar bo'lsin. Shu telefonda yaxshi misol keltirsak bo'ldi. Agar biz telefonni bir tarafga F1 va F2 kuchi bilan tortsak, bir tarafga yo'nalsa, uni 7-sinfda o'qiganda shu vaqtida umumiy kuchni tepish uchun biz F1 bilan F2 ni qo'shamiz. Aslida vektor yasab qo'ysam bo'ldi. Endi shu vaqtida bu yerda bir tarafga qaraganda уже vektorlarni evitib F dan F1 plus F2 deb yozsak bo'ldi. Qarama-qarshi tarafga qarasa, u chog'da biz prosta kuchlarni bir-birisidan evitamiz. F dan F1 elingan F2. Endi yaxshi joyda keladi. Agar biz telefonni birimiz bir tarafga tortsak, ikkinchimiz 90 gradus bo'lim bilan F2 kuchi bilan tortsak, bu yerda rezultiruющая sila deydi F. U o'sha telefon mana buni yoqib F. Shu vaqtda bu F ni tepish uchun biz Pifagor teoremasini ishlatamiz. Shu vaqtda bizning F'imiz gipotenuza o'xshash bo'ldi. Biz vektorlarni qo'shganda, sizlar geometriyani o'tsizlar, men buni qo'shsaq bo'ldi. 3 bo'limlik qoidasini ishlatib. Shu vaqtda F2 ni ko'chirib yozdim. F2 vektorining uchiga F1 ning 5 ni qo'yib buni qo'shsam,
Mana F1 bilan F2'ning qo'shindisi bo'ldi. Shu vaqtda umumiy kuchimiz bizda F bo'ldi. Mana asli 90 gradus. Shu vaqt Pifagor bilan ishlatsak, F1 kvadrat plus F2'ning kvadrati bo'ldi. Oxirgi случай bu yerda agar kuchlarning arsida bir bo'lim bo'lsa va u bo'lim 90 gradus bo'lsa. Masalan, F1 bo'lsin va F2 bo'lsin va aralıqdagi bo'lim alfa. Shu vaqtda biz buni kuchlarni qo'shganda qaranglar, bunda qilamiz. Masalan, men F1 ni ko'chirib yozay. F1 ning uchiga 3 bo'lim qoidasi bo'yicha mana F2 ning 5 ni qo'shsam, bundaq F2 shu vaqtda kuchimiz, общий kuchimiz, rezultiрующий kuchimiz F may qaraydi. F1, F2, общий F. Endi bu F ni tepish uchun qaranglar, biz F2 ni sinxronlamaga yo'tkadik. Shu vaqtda bizning mana bo'limimiz bo'ldi 180 ilingan alfa. Geometriyada sizlar kosinuslar va sinuslar teoremasi degan o'tgandinglar. Shu teoremani ishlatsak, u har qanday 3 bo'limlikning taraflari berilgan bo'lsa va bir bo'lim bo'lsa, ashuning formulasini biz kosinuslar teoremasi deb ataymiz. Uni bunday yozdik. Значит, f kvadrat teng f1 kvadrat qo'shilgan f2 kvadrat elingan 2f1 f2 ko'paytirilgan kosinus mayda chiqdi 180 ilingan alfa. Endi trigonometriyada 180 ilingan alfa degan u keltirish formuladan kosinus сохраняется, shu vaqtda kosinus alfa qoldi, biroq ikkinchi charak bo'lgandan uning kosinusning belgisi minus, shuning uchun minus kelib mayga plus keldi. В общем, sizlar bunday запомните, что geometriyada sizlarda vektorlar mana bunday turda berildi, aralig'i 180 minus alfa. U yerda biz minus olamiz. Voy, 3 ketdi. Tak, minus olamiz. Biroq bizda hozir bo'limimiz 180 ilingan alfa. Bu ikkinchi charakda kosinusning belgisi minus bo'lgan ekan. Yana bir minus chiqib, bizda уже plus chiqdi. Plus 2f1 f2 kosinus alfa. Bir misol keltiraylik, endi san mayli, endi bunda deylik, masalan, j hisoblamdaq deydi. Agar значениялары bir-birisiga teng kuch ta'sir qilsa, masalan 10 newtondan. Shu vaqtda agar arsidagi bo'lim 60 gradus bo'lsa, umumiy kuch F qanchaga teng? Shu vaqtda buni formula qo'yib chiqsizlar. F kvadrat teng F1 deydi. 10 ning kvadrati 100, yana bir qatam 100, 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10, kosinus 60 gradus u 2 dan 1. Shu vaqtda 2 lar qisqara ketsa 100 ni 3 qatam 300. F teng bo'ldi. To'g'risida 300, 300 ni endi 103 deb yozsak, 110 bo'lib chiqdi, 3 qoldi. Bu просто hozircha sizlarga misol yozib qo'ydim. Biz bugun kinematikani o'tamiz, поэтому bu yerda ildamliklarda qayda chiqib qoldimizda hisoblab. Shuning uchun vektorlarni qo'shish usullarini yaxshi tushuninglar. Endi harakatning 3 turi bo'ldi. Shularning birinchisi прямолинейное равномерное движение. Ikkinchisi прямолинейное криволинейное движение va uchinchisi прямолинейное равноускоренное движение. Endi прямолинейное deganimiz tuz siziqda bo'ldi, durustmi? Криволинейный degan uning trayektoriyasi уже tuz bo'lmaydi. Masalan, aniq ishlatganimiz bu yerda движение по окружности bo'ldi. Uchinchisi равноускоренное движение. Равномерное движение deganda bizda jism agar har bir 5 metr 5 metr 5 metr mangsa, mangan aralıqlar har qachon o'xshash bo'lsa, ashna harakatni biz равномерно deymizda. Shu vaqtda bu yerda ildamligimiz agar o'zgarmasa, то есть v const deb yozildi, mushtaq движениeni biz равномерное движение deymiz. Endi прямолинейный deganki, значит jism birlik koordinatida o'zgardi, uni обычно biz x deb vaqtidan agar koordinat siziqni siz qo'ya x 0 deylik. Masalan, dastlabki vaqtda eng beshida men buni точка deb turay. Bu dastlabki chekitimizda начальная koordinata x0 deb deymiz. Endi shu chekitdan men o'ng tarafga qarab bir v ildamligim bilan mansam, mening koordinatamning o'zgarish qonuni bunda bo'ldi. x0 dastlabki точкам durustmi? Va plus вообще sizlar s teng vt ni bilmayman, 3-klassda tatbiq уже bilsizlar. Shu vaqtda mangan yo'lni tepish uchun ildamlik bilan vaqtni ko'paytiramiz, vt yozildi. Agar sizlar ikkinchi joyda qo'yaylik uni tarafga mansanglar, просто sizlarning ildamliginglar уже отрицательный salbiy bo'ldi. Shu vaqtda mega plus emas,
minus yazamiz. Plus minus endi hisobga qarab o'sha qo'ysizlar. Bu yerda endi shu koordinatimiz vaqtga taalluq. Vaqt bilan причем mayda darajasi 1 bo'lgankin, lineyniy deydi, u siziqliq taalluqda. Shu vaqtda biz grafikni sızsaq, koordinati x ning t vaqtga taalluq grafikni sızsaq, dastlabki qarang, mayda mening minus turib turibdi. Shu vaqtda koordinatimiz azaydi. Men men birga masalan x0 da qo'ysam, mana shu yerda tövanga qarab sızmaydi, tuz siziq. Потому что mayda sababi t ning darajasida 1 turdi. Bu birinchidan. Aqsgan qaranglar, vaqt bizda salbiy bo'lamadi, shuning uchun t ning matematika o'xshash polностью plus minuslarni sizmaymiz. Bunga kerak emas. Koordinatimiz salbiy bo'ladi, shuning uchun men siz qo'ysam. Ildamlikning grafikni sizinglar desa, u vaqtida biz deymiz v t. Qaranglar, ildamlik har qachon bir turoqli son bo'lgankin, u просто bunday tuz siziq bo'ldi. Bir какой-то v bir deb qo'yaylik. Endi shu grafiklardan agar grafik berilgan bo'lsa va yo'l tipi ildamlikni tipini desa, masalan, ildamlikni tipini desa, biz buni grafikdan integral olamiz, uni keyin bir o'timiz integralni bo'lak. Agar ildamlikning grafigi berilgan bo'lsa, u vaqtda biz deymiz, yo'l s tipi uchun biz просто buni grafikning ostidagi maydonni hisoblaymiz. Shu maydonni как раз таки v ko'paytirilgan t o'z chiqadi. Shuning bilan linear движениеning formulasi o'ng'ay ishlab biladinglar. Buni уже bir 3-klassda dedimlar, buni formulani biladinglar. Endi ikkinchi joqdayda jism chambar bo'yi bilan mangsa va bir постоянный turoq ildamlik bilan mangsa v const. Masalan, jism a chektidan b. Shu vaqtda biz bir какой-то alfa bo'lug'ini mangimiz kerak. Bu yerda bizga keragi shu ildamlik v. Ildamlik v tepish uchun qaranglar, agar tuz siziqda jism birli koordinatada x ketaverdi, o'ng'a so'ng'a desak, chambar bizda cheklangan bo'lgankin, bizning bu yerdagi harakatimiz periodlik bo'ldi, повторяться qilaverdi. Shu vaqtda shu a chektidan chiqib, bir aylanib kelib, shu a chektiga chiqqan vaqtni biz period deb belgilaymiz, ataymiz, t harfi bilan belgilaymiz. Shu periodni tepish uchun biz agar 10 sekundning ichida, masalan, 10 qatim aylansak, periodda bir оборотni o'tgan vaqtni ataymiz. Shu vaqtda t bo'lingan n. Endi perioddan bo'lak yana uni new harfi bilan belgilaymiz. 10 tepish uchun biz количество оборотов n ni vaqt t ga bo'lganmiz. Ko'ryapsizlar, shu vaqtda period bilan qarshi vaqtda t teng 1 bo'lingan new deb yozib qo'ysam bo'ldi. Вот, endi ildamlik v tepish uchun biz buni birinchi formulamizdan s bo'lingan t deb yozsak, bir aylanganki vaqtimiz chambarning uzunligi 2 pi r. Bir aylangan vaqtni biz yo'g'on t period deb belgilasak, bizda ildamlikning formulasi chiqadi. Shu ildamlikni siziqliq ildamlik deb ataydi. Ikkinchidan, bu yerdan chambar jism chambar bo'yi bilan mang'ankin, bu yerda еще угловая скорость deydigan bulung'liq ildamlik paydo bo'ldi. Omega. Uni tepish uchun biz buni alfa bulung'ini, alfa deb fiz qo'ydim, alfa bulung'ini bo'limiz t vaqtga. Endi yangilaymiz. Bir оборот qilganda biz 360 gradus qilamiz. Vaqt period t bo'lgankin, 2 pi bo'lingan t yuz qo'ysak bo'ldi. Shu vaqtda ildamlik siziqliq, ildamlik bulung'liq o'zaro buni r radiusi farqlanadigan. Shu vaqtda v teng omega ko'paytirilgan r formulasi chiqadi. Buni formulani niyatlab olishimiz kerakda. Bu yerda chambarda ham mang'anda bizda buni sentrga tortadigan ishtiklik paydo bo'ldi. Uni sentr стремительность formulasi v kvadrat bo'lingan r deb qo'ydim, buni deb qo'ydim. Endi shu ildamlik v bilan ускорение ishtiklikning orasida har qachon 90 gradus bo'ldi. То есть biz deymiz, buni ildamlik всегда по касательной направлено, а ускорение направлено к центру. Uchinchisi endi прямолинейное равноускоренное движение. Ya'ni shu koordinat x siz qo'yay, 0 bo'lsin. Masalan, jism 1 sekundda 1 minut, keyin yana 2 metr mangsa, yana следующий 1 sekundda texnik yo'l mangsa, то есть 1 sekund vaqtlar o'xshash. x1, x2, x3 разный bo'lsa, mushtaq harakatni biz равноускоренный deb ataymiz. Endi o'sha ускорение degan narsani kirgizish kerak bu yerda. Shu vaqtda ildamlik bizda har qachon har turli v konstanta emas deymiz va ishtiklik formulasini kirgizamiz. Ускорениеda v0 bo'lingan t yozamiz. Inogda a teng delta v bo'lingan delta t deb yozsak bo'ldi.
Shu vaqtida buni sxema keltirib yozayda. Koordinata x, s nezida s yo'lning formulasi ham teng bo'ldi. V0t qo'shilgan at kvadrat bo'lingan 2. Endi agar jismning ildamligi o'ssa biz plyus olamiz, agar jism tormozitdi, ildamligi azaysa vaqtida minus deb olamiz. Shuning uchun men plyus minus 2 formulasini сразу yozaylik. Bu yo'lning formulasi. Koordinata x ning formulasini yozsak, просто biz x0 ni chaplashtiramizda, menga qoldi v0t plus minus at kvadrat bo'lingan 2. Sразу bir misol 20 plus 5t ilingan t kvadrat bo'lsa, shu formuladan biz qarang, x0 deganimiz 20, v0 degan 5, a bo'lingan 2 u minus 1 deb buni tanlimidan jiq informatsiya olamiz. x0 20, v0 dastlabki ildamligimiz 5, a bo'lingan 2 minus 1, shu vaqtida ishtiklik minus 2 chiqadi ekan. Yani o'lcham birliklarini tushuntiribman, metr sekunda в квадрате. Endi koordinatının grafikini sizlaylik. Qarang, koordinatimiz x t ga kvadrat taalluq, то есть kvadratичная зависимость. Buni matematikada bilamiz. Agar funksiyamiz bizda kvadratli bo'lsa, uning grafigi parabola bo'ldi. Shuni mashada ishlatsak, bizda x va t ning grafigi, qarang, dastlabki koordinatimiz x0 bo'lsa, endi внимательно, biz давайте plusni olaylik. Plus olsak, bizning parabolamizning tarmoqlari bunday yuqori qaraydi. Bu bizda случай x dan x0 plus v0t plus 2. Endi menda minus tusa, hech ketgan minus tusamiz, bunday bo'ldi, tarmoqlari to'g'an qarang. Bunday продолжать qilatsam, ko'rasizlar, bu parabolaning половинкасы. Biz mana bunday qilib qo'yamiz. Agar равнозамеренный bo'lsa, bu birinchidan koordinatiniki, ildamlikniki sizsak, уже если равномерно bo'lganda ildamlikniki tuz siziq bo'lgan-ku. Bu yerda endi смотрите, menda buni a teng v minus v0 bo'lingan t formulasidan ildamlik v ni chiqarib olsak, v teng bo'ldi v0 plus minus at. Plus olsak, значит, ildamlik buni v0 da qo'yaylik. Plus degan minus bo'lsa, men shu boshqa svet bilan siz qo'yay. Minus bo'lgan bo'lsa, meniki buni minuslarga. Shu vaqtda ildamlik aziyatda grafikimiz bunday to'g'an qarab chizildi. Endi shu grafikdan, давайте buni qizil deb turay. Yo'l tipinglar desa, biz просто deymiz yo'l degan shu grafikning ostidagi maydoni, u jismning bo'lgan yo'li. Endi bu yerda bizda yana bir narsa paydo bo'ldi, ishtiklik deganda, shu vaqtda ishtiklikning grafikini sizsak, at u bizda turaqli bo'ldi. Shu vaqtda agar ускоренно bo'lsa, arimiz bunday yuqori qaraydi, ustida bo'ldi, то есть какой-то там, masalan, a1 da qo'yaylik. Agar tormozit bo'lsa, vaqtida buni a2-imiz 0 dan to'g'an tushdi, но главное bunday tuz siziq bo'ldi. Endi bu yerda shu grafikdan biz buni grafikning ostidagi maydonni hisoblasak, 0 osh ot bilan ускорениyaning ostidagi grafikini hisoblasak, u bizda ildamlik ma'nosini berdi. Endi men buni hisoblarni tushuntirmay, sizlar уже buni chiqargantinglar, minutdan chapsan chiqaringlar, наверное. Shundan men qamay chiqaray. Мяч упал с высоты 3 метра, отскочил и был пойман на высоте 1 метр. Найдите путь и перемещение. Shu vaqtida egizligimiz 3 metr ekan, durustmi? H1. Мяч astiga tushib, keyin H2 1 metr yuqorilabdi. Shu vaqtida buni H1 da qo'ysam, men to'valaydi, keyin yuqorilab, menda 1 metrlikqa ko'tarildi. H2. Shu vaqt mendan yo'l tepish har qachon o'ng'ay. Uning uchun просто biz 3 ga 1 ni qo'shaymiz. Shu vaqtida s dan bo'ldi 4. Endi buni перемещениеda biz vektor dedik. U dastlabki chekit bilan oxirgi chekitni qo'shadigan araliq. То есть buni araliq, bizda risonuqda bo'ldi 3 ilingan 1, то есть 2. Endi test bo'lg'achqa vнимательно qaraymiz. Bizda 5-da yo'l keyin o'rin olishni bizdan so'rayotgan ekan, biz 4 2 deb belgilaymiz. 2 teda emas. Ikkinchi hisob. Поезд за 20 секунд, значит, bu vaqtimiz t-ga qo'yib bo'libdi, достиг скорости 25 metr sekund ildamlikni ega bo'libdi. Shu vaqtida agar ishtikligi 0.2 bo'lsa, u qanchalik yo'l mandi deydi.
Bu yerda qaranglar, poyezd za 20 sekund достиг скорости degan ekan, bu v ildamligi. Biroq biz bu yerda hozircha dastlabki ildamlik v ni bilmaymiz, v0 ni bilmaymiz. Aslida s ni tepish uchun v0 da plus ускорение degan ekan at kvadrat bo'lingan 2 formulasini ishlatdik. V bar, a bar, t bar, biroq v0 yo'q bo'lgan ekan, biz eng beshida v0 ni tepishimiz kerak. V0 ning o'rniga v ni yozsanglar xato qilishlar, sababi 25 degan u dastlabki ildamlik emas, u oxirgi ildamligi. Shu vaqtida v teng v0 plus at formulasidan beshida v0 ni chiqarib olamiz. V ilingan at deb сразу hisoblab aytaylik. 25 minus 0,2 ni 20 ko'paytsanglar 4 25 ni 4 ni yozsak 21 chiqar ekan. Bo'ldi. Endi yo'l s ni tepish uchun o'rniga qo'yamiz buni formulaga. 21 ko'paytirilgan 20 qo'shilgan 0,2 20 ning kvadrati сразу 400 bo'lingan 2. Сразу meni qisqartaylik, qisqartgan yaxshi ko'rmaychi. 21 ni 20 ko'paytsak 20 0,1 ni 400 ko'paytsak 40, shu vaqtida 460 chiqar ekan. Ba. Durust? Uchinchisi. İştiklik 5 metr sekunda kvadratga teng. Bu son nimani bildirdi deydi. İştiklikning formulasi v bo'lingan t bo'lgandan keyin 5 metr sekunda kvadrati deganimiz u 5 metr sekunda bo'lingan sekunda. Shu vaqtida за каждую секунду скорость изменяется на 5 метров в секунду degan durust. 4. Jismning meng'ish qonuni bunday berilganki x dan mushu yerdan ishtiklikni tepinglar deydi. Koordinatning formulasi x0 plus at kvadrat bo'lingan bo'lgandan keyin bizga ishtiklik kerak. Shu vaqtda ishtiklik deganimiz buni t kvadratning oldiga son a bo'lingan 2 ni minus 3 ga tenglashtirsak a chiqadi minus 6. Endi ildamlikning vektori bilan ishtiklikning vektori qarama-qarshi tarafga yo'nalgan bo'lsa, u vaqtida jism qanday harakat qilyotdi? Hammasini qarashtirib chiqar. Mana qaranglar, ellips примерно bundaq, chambar degan bundaq ikkisining endi ildamliklarini olsak, biz chambarni qarashtirdik, durustmi? Ildamlik всегда bundaq по касательной направлено, ускорение к центру. Ellips bo'lganda, ellips olgandimi u chambarning bir частный случай, shu vaqtida v mana qaraydi, ускорение тоже центр qaraydi. Bizga kerak qarama-qarshi yo'nalgan, shu vaqtida a bilan v отпадает. Тело увеличивает скорость deydi. Agar ildamlik o'ssa, u vaqtida o'sha mundaq joylarni qarashtiramiz. Bizga keragi ildamlik bir tarafga qaraydi, ishtiklik ikkinchi tarafga qaraydi, qarama-qarshi tarafga qaraydi. U qaysi joyda bo'ldi desanglar, тело движется с постоянной скоростью deganda bizda o'sha a teng bor. Shunga yenini sizitmiz. Bu testni yaxshi yerda kerak emas ответlarni sizib 50 на 50 qoldi. Endi ikki ускорение bilan скорость разный tarafga qaragandan keyin тело уменьшает скорость deymiz. Часть уклона длиной 100 метр. Shu vaqtda 100 metr degan mang'an yo'lga s teng 100 metr. Adam 20 sekundni mang deydi. 20 sekund ishtikligi 0,3. Shu vaqtida mushu dastlabki ildamligini v0 ni tepinglar deydi. O'ng'ay s teng v0 da plus at kvadrat bo'lingan 2. O'rniga qo'yib chiqsak 100 teng v0 ni bilmaymizga 20 v0 plus a03 t kvadrat 400 bo'lingan 2. Сразу v0 ni hisoblab aytay. 400 ni 2 ga bo'lsak 200 ni 0,3 ga bo'lsak 60, 100 ni 60 ni bo'lsak 40, 40 ni 20 ga bo'lsak 2. Shu vaqtida dastlabki ildamligimiz 2 bo'ldi ekan. Endi 7-chi hisobimizda deydi. Длина минутной стрелки 2 сантиметра. Перемещение конца минутной стрелки между 12:00 и 12:30. Так, bizga kerak minutная стрелка. Minutная стрелка 12:00 deganda bunday juqur qarab turadi, durustmi? 12, 3, 6, 9. 12:30 bo'lganda mushu стрелкamiz tövəndə bo'ldi, durustmi? По прямой линии mana tövəndə bo'ldi. Shu vaqtda перемещение deganimiz u s. Yana bir qatam ismini qo'yib qo'yay. Перемещение deganimiz dastlabki chekit bilan oxirgi chekitni qo'shadigan vektor.
Ну, меді, получается, у бізді чембернің диаметрі, шының жабави болды 4. Пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью 72 км в час, в течение 10 секунд, просто теке 10 секунд, видит встречный поезд, движущийся со скоростью 36 км в час. Нужно найти длину встречного поезда. L сама болды, S сама болды. Қайсынасы L деп қойыпты. Қараңыз, мана бірінші поезд. Мен сілер отырсыларда қоялы. Сілердің алдамлығыңла V бар. Мен ішкенші поезд кеп атыдым. Оның ұзынлығы L. Ашу керек бізге. Только şu вақтыда телом отчета вот сілер болсылар. Мен отаған. Встречный поездың алдамлығы V ішкеге. Şu вақты сілер отырсылар, и вам кажется, что вы неподвижны, а встречный поезд к вам движется. Причем относительная скорость бәшет как раз işletimiz у мұсышки ылдамлығының қошындысыге тән болды. Жоқты мұны L yolun тепіш үшін біз ылдамлықларını қош етміз вә вақытты көпейтміз. 72-ге 36 қошып, 10 көпейтсаңа, жауабы дұрыс шыққанды. Физикада есап шыққанда біз әрқашан оны өлшем бірліктер қараймыз, дұрыс ма? Жауабы қарама метрларда, километр сағат болған кейін бұны обязательно айландырмыз. 72-ні şu вақытыда көпейтіміз. 1000 метрға бөліміз 3600 секундыға бәрін шығыды 20. 36-ны 1000 көбейтіп 3600 бөліп атсаңlar шығыды 10. Şu вақытыда 10-ға 20-ні қоссақ 30, и 10-ны көбейтсек 300 дұрыс. 9 дейді. Автомобиль при торможении. Сіз қойы. До полной остановки мұшы важно. Полная остановка деген ке тоқтайды, демек ылдамлығы, ақырғы ылдамлығы 0 болды. Маңған жолы 100 метрге. Әгер дәсләпке ылдамлығы 72 км сағат болса, қандақ іштіклікпен маңған дейді. İştiklikni іздейміз. Қараңыз, дәрістің 5-де мен сілерге уже шектал формул бердім. Біріншісі S тәң V0 плюс AT квадрат бөлінген 2. Екіншісі болса V тәң V0 плюс AT. Бірақ кинематикада бізде яғни бір тал вспомогательный формулымыз бар, у мұшы 2 формулдан шығыды болды. Қана шығыды десем, мұнда қылыста қараңыз. Мұны екінші тәңлімідің T-ни V еленген V0 бөлінген A деп шығарып алсыздар. Кейін мұшу кәсірні бірінші тәңліміді әмі T баяғы мұнда қойып шықсаңға, қысқартып көбейт, оны бұны қандың кейін бізді V квадрат тәң V0 квадрат плюс 2AS деген безвременной формуласы шығыды. Görüyorsunuz, yani vaqt T yok. Endi hesabımızda как раз таки V бар, T yok, керек емес, даже T. Şunun için biz bunu 3-cü formulu işletsek, bir yerden eşitlik A tәң V kvadrat ve ilangan V0 kvadrat bölüngen 2S çıkıyor. Endi hesaplayıtları orunu koyup, Abel 72'ni aylandırgan, o bizde 20 çıktı durusma. Şu vaxtda 20'nin kvadratı 400. Toxtaydı degen, toxtab turgan, dürüst demedim. Конечная скорость 0, şu vaxt yazmayın. 0 minus 400 bölüngen 200. Çıkıdı ki minus 2. Şu vaxtda minus 2 degan mana. Bir yerda внимательно қараймыз, көдіңлағыда ылдамлықның іштіктіктің минус шықты. Минус немешке айтсаңlar тормозит дегеннен кейін. 10. Зависимость координаты от времени мынақ берілген дейді. Время, в течение которого тело остановится. Есаплады қараңдар, сөз білен жазды, біз оны формулы айландырмыз. Остановится дегеннен кейін бізді ақырғы ылдамлығымыз 0 болды екен. Мұшта болғанды ке вақыт тен типіңа дейді. Жоқты x тәң x0 плюс v0t, яғни қайталап жазып берейік. Пока ятлап ақчаң, езіп тұрмын. Жоқты бізді азы x тәң 8t минус t квадрат болған кен қарала. x0'іміз бізді жоқ кен. v0'іміз бізді 8-ке, поэтому yazımız v0 тәң 8. Ускорение іштіклік a дегеніміз a бөлінген 2, бізді мейді t квадратның алдыда минус 1 тұрды. Жоқты іштіклік минус 2-ке. У вақтыда v ылдамлық v-ның формуласы v0 плюс at формуласыға yazımız. v0 деген 8, a минус 2t. Bir yerden de t'nin tepkisi için, қараңыз, оның конечная скорость 0. 8 еленген 2t 0 болса, значит t çıkıdı 4 секунд. Автомобиль первую половину пути двигался со скоростью 72 км в час у Веберке. Кстати, мы половину пути дегенді сіз қойы. Вторую половину со скоростью 30 у V-шкеге. Тепіш керек среднюю скорость. V средняя.
Endi v средний tip uchun biz s общийni t общийga bo'lib nassos qo'yaylik. Первую половину пути deydi, durustmi? Так, yo'lning ровно o'tirsini. Shu vaqtida s1imiz s bo'lingan 2, s2 тоже s bo'lingan 2. Первую половину со скоростью v1, вторую deydi v2 ildamlik bilan minutda. Endi qanday qilib bo'lmasa, biz har qachon o'rtamliqni tepish uchun общий mangan yo'lni общий mangan vaqt qilib bo'lamiz. Matematikada средний arifmetический deganda biz v1 plus v2 bo'lingan 2 qilayotsanlar bu xato. Fizikada biz среднюю скорость izlaganda bundaq chiqaramaymiz. Bu bizda endi keldi только bir какой-то частный случай bo'ladi. U нас ko'z bermaydi. Общий случайda biz har qachon s общийni t общийga bo'lamiz. Shu vaqtida s общий degan s1 plus s2, t общий deganimiz t1 plus t2. Endi 2dan s2dan s ni qo'shsak suratida s t1 ning o'rniga s1 то есть s bo'lingan 2 bo'lingan v1 s bo'lingan 2 v2 yozib mahrajini umumiy mahrajni keltiramiz. Bu bo'ldi 2 v1 v2. Shu vaqtda menga v2 menga v1 tushsa s ni skobdan teshib chiqarib etsak v1 plus v2 chiqadi. O'rin almashtirganda bizda bunday formula chiqdi. 2 v1 v2 bo'lingan v1 plus v2 men buni s ga qisqartirib ketadi. Вот. Endi хотите mushu formulani yodlab olaman. Yodlaganlar bo'ldi. Biroq men har qachon bu formulani yodlagan bo'lsanglar, formula yomon chiqdi. Kerak va formula. Uni действительно yodlash kerak. Endi men yerda o'z ixtiyorim. Yodlasanglar, пожалуйста, mushta yodlaysizlar, bu bizda половина пути bo'lganda. Mushta formulani ishlatamiz-da. Ya bo'lmasa, buni men ko'rsatganda mushta yo'l bilan chiqarib, har qachon chiqara oladigan bo'lishinglar kerak. Tushunishinglar kerak hisoblash uchun, просто yodlab olmaylar. Shu. Endi o'rnini qo'yib etaylik. 2 bu yerda qaranglar. Kilometr час joyi qolganki, buni c ga aylantirishning hojati yo'q. 72 ko'paytirilgan 30. Endi 72 ga 30 ni qo'shsak 102. Endi boshlandi fizikaning gadaniyasi, примерно hisoblaydigan hisoblar. Shu vaqtda men buni 2 bilan 102 ni qisqartirib etsam, bu yerda alif 1 bo'ldi. Kadaymiz? Alif 1 ni, qaranglar, alif 1 ni 30 ni alif da qo'ysak, alif bilan 30 ni qisqartirib etsak, mayda 3 mayda 5 qoldi, durustmi? Endi 72 ni 3 ga ko'paytsanglar 210, 216 bo'lingan 5. Endi bo'lganda qaranglar, примерно 40, это 4 5 20 и 16 ni 5, примерно 43 chiqdi. Qarasizlar, 43 ga eng yaqin ответ u 42. Shu davat men formulalarni chatashtirmanglar. Bu yerda-chi qaranglar, yana az bilmayman, половина скорости bo'lamdi bo'lmadi. Shuning uchun men половина времени degan formulasini ko'rsatib etay. Bu hisob emas, endi просто bir kichkina sizlarga teoretik bir formulasida agar hisobda половина времени degan so'z ishlatsam, половина времени с какой-то скоростью v1, половина времени, давайте физически t1 t bo'lingan 2 с какой-то скоростью v1, половина второго времени со скоростью v2 mansa, u vaqtida v средний deysiz. Все как обычно. S общийni t общийga bo'lsam, S общий deganlar S1 plus S2, t общий deganlar T1 plus T2. Biroq bu yerda o'shanda mahrajlarga bakam bu T1 bilan T2. Shu vaqtda buni 2 dan T bilan 2 qoldi. S1 ning o'rniga V1 T1 plus V2 T2 deb yozib olaylik, aldirmay. Endi podstavlaymiz. T1 ning o'rniga 2 dan T, T2 ning o'rniga opet 2 dan T. Endi 2 dan T'ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshib ilatsanglar, qoldi V1 plus V2 bo'lingan T lar qisqarib ketib, вот. Formula yodlaydiganlarga V средняя tem V1 plus V2 bo'lingan 2. Bu formula половина времени desa shuni ishlatsizlar. Dastlabki ildamligini tepinglar deydi. X tem V0t plus at kvadrat bo'lingan 2 bo'lgandan keyin dastlabki ildamligimiz 2. 13. Велосипедист, движущийся со скоростью вот такой. Это значит, движущийся deganki bu dastlabki ildamligimizga. Agar
iştiklik 0,8 metr sekund kvadrat bolsa 6 sekund ekan, onun ildamlıq qandaq boldu deydi. Yani bir tal oңай hesap. Şu vaqtda ildamlığın formulası V0 plus AT. Yana da внимательно 18 km saat deydi. Şunun üçün köpəytimiz yana обычно 1000 bölünген 3600'ge. Так, bunun 2 nolika ketdi. 36'nın 18 2, 10'un 2'ga böletsek 5. Şu vaqtda V teң 5 plus 0,8 köpəytilgan 6. 6 8 48, 4 8, 5'ni qo'shsaq 9 8. Cevabı A. Cismning meng'ish qonuni X bundaq berilgankan, shu yerda avtomobilning dastlabki koordinatasini topinglar deydi. Начальный момент deganki, значит, t teң 0 bo'lganda degan so'z. Shu vaqtda nollar qisqarib ketib qoldi 100. 15. Avtomobilning ishtiqligi 0,2 metr sekund kvadrat bo'lsa, ildamligi 54 dan 72 km saatga o'ssa, qanchalik vaqt o'tdi deydi. T tepish kerak ekan. Shu vaqtda A teң V minus V0 bölüngen T formulasidan T teң V ilingan V0 bölüngen A deb yazsak bo'ldi. Qaranglar, endi bu yerda sначала 72 dan 54 ni ivitib, keyin kilometr saatni aylantirsanglar bo'ldi. Ya bo'lmasa bölek 54 ni keyin 72 ni aylantirib, keyin bir-birini ivatsanglar bo'ldi. Ben сразу ivitib 72 dan 54 ni ivatsek qancha qoldi? 18. 18 km saat degan u bizda 5 da durustmi? 5 chiqadi. 5 ishtiqlik 0,2 50 ni 2 ga bo'lsak 25 sekund. 16. Tramvay двигаясь от остановки, yani so'z yozganda от остановки degankin dastlabki ildamligimiz 0, прошел путь S 10 sekund vaqtning ichida. В конце пути он приобрел скорость. Albatta biz V teң V0 plus AT deb boshlasak bo'ldi. Dastlabki ildamligimiz 0 bo'lgankin menda AT qoldi. T va ishtiqlik A yo'q. Ya to'xta qoldik. Nimasiga desanglar biz buni A ni bilmaymiz. Shuning uchun S teң V0T plus AT kvadrat formulasidan dastlabki ildamlik 0 bo'lgankin buni birinchi qo'shuvchi 0. Mana shu yerdan ishtiqlik A ni chiqarib olsak A teң 2S bölüngen T kvadrat 30 100 kelmaydi. Shu vaqtda 60 ni 100 ga bo'lsak 0,6. Mana bizdagi hozir jismning bo'lgan ishtiqligi. Endi ildamlik V ni topsak A 0,6, T 10, shu vaqtda chiqadi 6. Поезд длиной 200 метров въезжает в туннель длиной. Так, считал длина bo'lganki, buni L1, buni L2 deb qo'yaylik. Ildамлigi 10 metr sekund. Время, за которое поезд полностью выйдет из туннеля равно. Endi qaranglar, men tunnelni qanday qo'yay? Примерно buni tunnel bo'lsin. Bundaq. Tunnelning uzunluğu L2 kelmaydi. Bu indeks L2. Endi buni uzun поезд. Onun uzunluğu L1. Şu vaqtda поезд въезжает с какой-то скоростью V, endi buni tunnelga kirib, tunneldan chiqib ketish kerak, durustmi bular? Поезд. Şu vaqtda mangan yo'l S, bu yerda mush hisobda poyezdning uzunluğu bilan tunnelning uzunluğunun qo'shnisiga teng bo'ldi. Qo'shnisiga teng durustmi? Shu endi vaqtda endi shun S ni V ga bo'lib bitmiz. 200, 300, 500, 500 ni 10 ga bo'lsak 50. Самолет за полчаса bu vaqtga bizda пролетел расстояние 250 километров. Ildamlik V ni topinglar. Тело движется равномерно, shuning uchun V teң S bölüngen T. Şu vaqt 250 km 2dan 1 saatga bo'lib o'tsak, chiqadiki 500 km saatga. Qaranglar. 500 km saat degan yo'q, durustmi? Biroq 138 km atmaday. Buni в общем kilometrlar qisqarib ketdi, bu bo'lmaydi точно. Shu vaqtda kilometr deganki 1000 ko'paytimiz. 3600 maqsida yaqinda 1000 ko'paytib 3600 ga bo'lishga. Aslida men yerda 0 dan qisqartib yetiblar. Даже men yerda 2 qisqartib yetiblar. 9 dan 5 ga ko'paytirish kerak desam ham bo'ldi. Ну, как хотите. Bu yerda chiqarish yo'li har turli bo'lishi mumkin, biroq eng muhimi аккуратно, внимательно durust chiqarish. Qisqartaylik. Men buni 2 dan 0 ga yaxmadi, men qisqartib yetmay bundaq. Endi примерно bo'lamiz qaranglar. 36 ni 5 ga bo'lsam, bu taxminan 7 ga. 7 dan 8
Zaten sadece plusik koymayga. Endi 1000'ni 7'ga bölsek, uchasini bölaylik. 1000'ni 7'ga. 1, 7, 2, 28, и median примерно 2 turibmi? Bu yerda qaranglar. Самое главное, что bizning sonda 3 raqamli son chiqdi. 100 necha. Shu vaqtda deymiz, так, 100 necha degan bir atvet bor, всё. Даже bizda 138 chiqmasimi, biz chiqmadi sababimiz mayda taxminan bo'ldik. Главное, что mayda 3 son peshdan keyin mayda 2 son точно xato. Atvet A bo'ldi. Endi grafik boshlandi. Grafikda qaranglar, oldamliqni vaqtga taalluq grafik berilgan ekan. Mana shuni formulasini yoziladi. Biz V teng V0 plus AT dedik. Shu vaqtda dastlabki oldamligimiz 0 bo'lgan ekan, birinchi qo'shuvchimiz bo'lmaydi deymiz. Тогда ответ A qisqarib ketadi, B тоже. Потому что meyda 10 deganlar bor, a biz meyda 10 dan boshlab bunday shu qurilmadik-ku. Endiki navbatda qarasak, tak, oldamliq o'syapti. Ko'rasizlar, oldamliq o'sgandan keyin bizning ishtikligimiz plus bo'lishi kerak deysizlar. B тоже отпадает. Qanday yaxshi? C или E. Endi bu yerda внимательно. İştiklik kerak, shuning uchun A teng V bo'lingan, V ilingan V0 bo'lingan T ni ishlatsak, 10 meyda 8, shu vaqtda 10 ni 8 ga bo'lsanglar 1 butun s чем-то deysizlar, уже ko'ryapsizlar, 1 butun s чем-то meyda 25 ga. То есть даже hisoblashning keragi yo'q. Ответ C. Material chekitga mana endi hisob keldi. 20 da endi bizda bu yerda gimnast выполняющий упражнение на бревне deganda gimnastni biz material chekit deb alamaymiz. Qolgan hamma joylarda, masalan, A ученикning mangan yo'li, ученикning o'zining razmeridan chiq, poyezdning mangan yo'li, poyezd o'zidan chiq, shundaqla sputnik bilan planetalarnikini ashtaqla. 21. Bizda shiktal jism berilganka, x1 bilan x2 qonuni bo'yicha o'zgardi koordinatlari. Shu vaqtda ikki jismning qachon va qaysi chekitda uchrashadiganini tepishimiz kerak ekan. Ikki jism uchrashgandan keyin ularning koordinatlari bir-biriga teng bo'lishi kerak. Shu vaqtda 10t ni tenglashtiramiz 6 ilingan 2t ga. Bu yerdan t chiqadi. Внимательно, аккуратно. 12 ni 6 ga bo'lsa, 6 ni bo'lsizlar 12 ga. 0,5. Qaraymiz. 0,5 bir talvaga yaxshi qanday. Ikkinchisidan chiqarishning keragi yo'q. Biroq biz chestni boshqa ikkinchini chiqaramiz. Или birinchiga yoki bo'lmasa ikkinchi tenglimida t ning o'rniga 0,5 ni qo'ysak, bu birinchisi o'ng'ayroq bo'lgan ekan. 10 ni 0,5 ga ko'paytsak 5 metr. Ракета движется с ускорением и к некоторому моменту времени достигает скорости вот такой. Путь пройденный в следующие 2 секунды. Bu важно. Немешки desanglar, bizning buni 900 метр в секунд достиг скорости deganimiz aslida говорит о том, что вначале была какая-то скорость. Biroq мы теперь должны найти mushu 900 метр в секунд bo'lgandan keyingi mangan yo'lni deganki, biz bu 900 не просто v bo'ldi, a bu bizda dastlabki oldamligimiz v0 bo'ldi. Shu vaqtda s teng v0t plus at kvadrat bo'lingan 2 900 ko'paytirilgan 2 plus 45 ko'paytirilgan. Meyda 1800 chiqdi. Meyda 90 1890. Buni hisob ebe o'xshash chiqqanda durustmi? Направление скорости и ускорения не совпадают degandan keyin тело движется как? Тормозит. Тело стоит на месте, отпадает. У vaqtida bizda oldamlik 0, ishtiklik 0. Тело начало движение deganda bizda oldamlik bilan ускорение сонаправленно degan обычно geometriyada ko'rsatadi. Bir tarafga qaraydi. Тело движется равномерно deganki bizda вообще ускорение 0. Тело разгоняется deganki тело начало движение o'xshaydi. Meyda oldamlik v bilan ishtiklik a bir tarafga qaraydi. 24. Материальная точка движется с ускорением. Начальная скорость равна 4 deydi. Скорость точки увеличится на 30% через какое время? Biz peshida buni 4 metr sekund oldamlikning 30% ga o'sgandan keyin dayaz qo'ysam bo'ldi. V teng 100 plus 30 130% yoki bo'lmasa 1,3 V0. Endi V0 o'rniga 4 ni qo'ysak 40 12 52 5,2 bo'ldi. Bo'ldi.
Endi vaqt t deb uchun beshida a teng v0 kechirsizlar. V aylangan v0 bo'lingan t ni ishlatsak, mana shu t teng v aylangan v0 bo'lingan a v 5-2 aylangan 4 bu 1-2 ishtikligimiz 0,3 chiqadi просто 4 sekunda. Endi buni hisobladim. Modul deganki bizda qaranglar ответimiz ijobiy chiqsa, uni salbiy chiqsa, uni modulga evilib ответlarimiz plus chiqadi degan gap. Ildamlikning формуласы мындай: v teng 2 aylangan 2t через 4 секунд после начала движения равен. Перемещение tepishimiz kerakki, uni s deb qo'yaylik. S teng v0t plus at kvadrat bo'lingan 2. Faktически biz mangan yo'lni izlayapmiz. V teng 2 aylangan 2t dan v teng v0 plus at formulasida dastlabki ildamligimiz 2, ishtikligimiz -2 deb yozib olamiz. Shu vaqtda v0 ga подставляем 2 ni, vaqt 4 deydi. Ускорение -2 t kvadrat, 4 ning kvadrati 16 bo'lingan 2. Shu vaqtda nima edi? 8 aylangan 16 u minus. Buni minus deganimiz показывает, что biz просто koordinatimiz x o'ng tarafga qarasa, biz so'l tarafga qarab bunchalik 8 metr minutimiz degan tushuntirdi. Tushundingizmi minus nimkaligini? Endi bu yerda po moduli deganki biz hop moduli yetimizda javobi bo'ldi 8. Qarang, внимательно, сантиметр emas, metr. 26-da на рисунке представлены графики зависимости от времени модуля скорости от времени t deydi. Наименьший, eng kichik ildamlik qaysi jismda, когда t 1 sekund bo'lganda. Shu vaqtda siz oldingizda tak 1 degan nima ekan? 1dan shu quriltiribmiz. Shu vaqtda ko'ryapmiz, что eng kichik ildamlik u mono jismniki, durustmi? Mana mediki значение, то есть durust javobi bo'ldi 3. Agar найдите тело, у которого скорость наибольшая в момент времени 1 секунда degan bo'lsa, biz buni точканы oldik. Shu vaqtda 4 bo'ladi. Ashta любой vaqt yozilsa, shu vaqtga, masalan, через 2 sekunды degan bo'lsa, yana ashtaga давайте через 3 sekunды deganni ko'raylik. Bu vaqtda men dars yozolmanda и вижу, что buni birinchi jism уже shu vaqtda 0 ildamlikqa ega bo'lganda, shu vaqtda минимальная скорость первого тела, максимальная, buni 3 bilan 2 ning o'xshab keldi keladi. 27-da уравнение движения тела, график которого дан на рисунке. Bu yerda qarang, grafikda внимательно qaranglar, nimning nimaga taalluq grafiki berilgan. Bu yerda koordinati x bilan t ning grafiki berilgan. Endi qaranglar, начальный момент sizlar -20 degan koordinat bo'lgan. 1 sekund o'tgan keyin yana u shu yerda, 2 sekundda yana u shu yerda. Qaranglar, vaqt ketib bordi-ku, asli все время -20 edi. Hozir sizlar masalan buni videoni qarabsizlar, sizlar o'tirsizlar, sizlarning koordinatinglar o'zgarmaydi, biroq vaqt ketib bordi. Degandekda bu misolda. Shu vaqtda formulamiz bo'ldi ответ -20. То есть vaqtga taalluq emas, bizda jism находится в покое deydi, o'shaq qo'zg'almay bir yerda turdi degan gap. Endi ildamliklarning grafiklari berilgan. Bu yerda ko'rdingizmi? V t. Bizga keragi v teng at. Bu yerda v0 bo'lmagan ekan, v0 demak 0. Shu vaqtda 5, 3, 1, 2, 4 ning qaraymiz. Начальный момент mana t 0 bo'lganda, birinchining jismning ildamligi v0 ga, ikkinchiniki mayli 2, 3 bilan 5 niki 3 ko'rasizlarmi? 4-chining dastlabki ildamligi 4 ga. Shu vaqtda bizga v teng at kerak bo'lganki, bizning durust grafikimiz bo'ldi 1. Agar buni tepoladigan bo'lsa-da, sразу so'raydi, v0 minus at ni so'ragan bo'lsa, так, смотрите, bu yerda v0 bo'lishi kerak, значит, может быть, buni shu qo'rdikilari, biroq minus turgan keyin ildamlik tövalash kerak, shu vaqtida buni 4-chi grafik uning formulasi ishda bo'ldi. Так, 29. Автомобиль затратил на прохождение пути время t. Endi объектida первую половину времени deydi. Времени degan formulani emaslarga chiqarib berdim, durustmi? Половина времени deganda biz v1 plus v2 bo'lingan 2 formulasini ishlatamiz. D deganimiz половина pути deganda shu d ni ishlatamiz. 2 v1 v2 bo'lingan v1 plus v2. Oxirgi hisobga keldik. Bu kinematika birinchi razdelda bunda deydi. Agar yo'lda birinchi jismning ildamligi v1, ikkinchiniki v2 kelayotgan bo'lsa, bu yerda nima keldi? Грузовая mashina 10 metr sekund bilan va легковая mashina ildamligi 20 metr sekund bo'lsa,
Надо найти скорость легковой машины в системе отсчета грузовика. То есть грузовик деген qaysi bizda? Buni Weber'ga. Грузовикning ichida men o'tirman. Легковой машинаning ichida sizlar o'tirsizlar. Qancha o'quvchi bo'lsa shunchasi o'tirmaydi, durustmi? Shu vaqtida men mashinaning ichida o'tirmayman, поэтому мне кажется, ну как, men deyman, что mening oldamligim nol. Men o'tirman bu mashinada qimir qilmay, durustmi? Va deyman, что вот menda qo'yadim, uni men tutsam, menda sizlar kelyapsizlar, shu vaqtida sizlar вообще tub-tuz ketib borsizlar. Men tub-tuz ketib borman, biroq men относительно скорость chiqqan, мне кажется, что я неподвижна, а вы ко мне идете. Men ashtaqa ko'rmay turibsiz, bundoq tub-tuz ketib bormaysizlar, sizlar как будто бы ко мне ketib borsizlar. Shu vaqtida возможно 1, 2 mumkin, 3 bilan 4 отпадает. Endi buni значениялariga qaraymiz. Qaranglar, bizda V2 20, V1imiz 10, durustmi? Shu vaqtida bizda V2 uzunroq bo'lgandan keyin turust javobi bo'ldi 1.